yaşayotgan barliq Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin sabiq prezidenti G'ulom Osman Yag'ma apandi Amerikani ogohlantirdi. G'ulom Osman Yag'ma apandi ijtimoiy axborot supsi X, ya'ni burunqi atalishi bo'yicha Twitter'dagi 12 dekabr kunidagi yo'llanmasida ular mendan sen Tayvan va Amerika haqida foydasiz baholashlarda bo'lasan. Buning sababi zodi nima deb so'rashdi. Beşburcaklik bina Amerikani Xitoy haqida 2000-yillarning 5-da ogohlantirgan. O'tgan 20 yil ichida Amerika hukumatimi, Amerika armiyasimi Xitoyni to'xtatish uchun qarorlilik turda harakat qo'llanmagan tursa, buningga qanday baho bera olamiz? Ukraina haqida Amerika Ukraina uchun urush qiladigan bir askarimiz yo'q degan tursa, Tayvan uchun urush qiladigan Amerika askari qayerdan keladi? Bularning hammani birlashtirib tahlil qilganimizda Amerika faqat to'sib qilish strategiyasini yo'lga qo'ygan hisoblanadi. Urushga kirish haqiqiy planlari yo'q. Agar to'sib qilish, voz kechtirish mag'lub bo'lsa, Amerika Tayvandan erkin chekina oladi. Undaqda nima o'ttirg'i chiqadi? Tayvan qanchaligini ko'tara olmaydiganligini biladi. Bir tarafdan kommunistlar sukut qilmaydi. Kommunistlar tashviqotning piri. Xalqning psixik qurilmasini nishon qilgan tashviqot tirishchanligi bilan shug'ullandi. Taraqqiy qilgan Tayvan to'plamining taraqqiyotini keyniga 50 yil chekindirish ahamiyatsiz bir tirishchanlik. Tayvanning yo'q qilinishi eng oxirgi orzu. Urush oxirgi hisobda mag'lub bo'lganda nimadan derak beradi? Vayron bo'lgan Tayvandan kim foyda oladi? Har qaysi taraf o'xshash millat turib, nima uchun bu qadar ko'p o'qitish bo'ladi? Ular hokimiyatga besim ishlatib, urush qilmayla bo'ysunishga majburlaydi va buni qildi. Undaqda hukumat va beşburcaklik bina buni tomosha qilib turamdi. Bu qararsizliklarning sababi nima? Bilolmadim. Nurg'unlagan mish-mish paranglar agib yuriydi. Ba'zilar prezident va hukumat Amerikani boshqarmaydi. Ular faqat qo'rchoq deyishidi. Undaqda Amerikani kim boshqaradi? Yer sharchilar. Amerika bilan Xitoy hargiz urushib qolmaydi demoqchimi? Shundoq. Ular urushmaydi. Chunki ular Xitoyning qalaymaqonchilik va malamonchiligini xohlamaydi. Yer sharchilarning Xitoyda nurg'unlagan mablag'lari bor. Natijada Xitoy kundan-kunga kuchaygan sari Amerika G'arbiy Tinch okeanidan qo'g'ilindi. Xitoyning kuchayib ketishini keltirib chiqargan asosiy natijalar nimalar? Eng boshda Tayvan keladi. Amerika G'arbiy Tinch okeanidagi o'rnini yo'qotdi. Tayvan Xitoyning qo'yniga tushadi. Mongoliya mustaqilligini yo'qotdi. Xitoylar Yalta yig'inining ko'p qarorlarini bo'lib, Mongollarning mustaqilligini qabul qilmaydi. Ular buni besim yo'li bilan elindi deb o'ylaydi. Undan keyin O'rta Osiyo davlatlari, Filippinlar, Xitoy bilan Yaponiya orasidagi talash-tortish nuqtasi bo'lgan Senkaku oroli, Amerika kontrolligidagi boshqa orol davlatlari, dedi. Amerika yana 3 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. NDTV dunyo xabarlarining 8 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish qilmishi tufaylidan juma kuni savdo qora tizimlikini kengaytgan. Hukumat Xitoy oshliq shakar sanoati paychiga kontrol qilish cheklik shirkati, Sichuan Jingweida Texnik Giroyi va Anhui Shinya yangi materiallar shirkati qatorliq 3 Xitoy shirkatini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniy o'rinlari tizimligiga qo'shgan. Shuning bilan bu eng yangi to'liqlama bo'lgan. 12 oyning 11 kunidan boshlab bu 3 shirkat ishlab chiqargan tovarlarning Amerikaga kirishi cheklanadi ekan. Shunday qilib, qora tizimlikka kirgizilgan shirkat soni 30 ga yetgan. Davlat bexatarlik ministrligi Xitoyni ayblab, bu shirkatlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni qul ishchi sifatida ishlatib, savdo amaliyoti bilan shug'ullanganligining natijasi degan. Xitoy oshliq shakar sanoati paychiga kontrol qilish cheklik shirkati shakar ishlab chiqardi ekan. Jingweida texnikasi tor transformator va radiochastotalik suzgich qatorliq uskunalarni ishlab chiqardi ekan. Shinya yangi materiallari to'qimachilik materiallarini ishlab chiqardi ekan. Xitoy Filippin kemalariga suv bombasi otgandan keyin tajovuzchilik qilish bilan ayblangan. Janubiy Sidney atagalik xabarchisining 9 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, shanba kuni Janubiy Xitoy dengizida bir chetish asnosida Xitoy suv zambirki va akustika portlatgandan keyin Filippin Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazatchilarini qonunsiz tajovuzchilik harakati qo'llandi deb ayblagan. Manilaning aytishicha, dengiz qirg'oqi muhofazat atriti Filippin baliqchilik idorasining qarorlik mol yetkazish vazifasini ijro qilayotgan paraxotiga suv zambirki otgan.
Filippinning Janubiy dengiz uchun ajratilgan xizmat guruhi Xitoyni ikki davlat talash tartish qilayotgan Sikarboro sho'lidagi tajovuzchilik faoliyatini to'xtatishga chaqirgan. Su zamburagi shanba kuni Filippin fuqarolar paraxodiga kam deganda 8 qatim etilgan bo'lib, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofizat atridi baliqchilik paraxodining aloqa va yo'l boshlash asliyalarini bevosita va qasddan nishon qilib buzg'unchilikqa uchratgan. Uch baliqchilik idorasining paraxodi vazifa ijro qilib, Sikarboro sho'li atrofidagi 30 necha Filippinlik baliqchilik kemisini neft va yemaklik bilan ta'minlagan. Xitoy dengiz armiyasi xalq askarlari paraxodining xatarlik manevr bilan shug'ullanganligini va uzun musofalik akustika uskunasi o'rinlashtirganligi. Natijada Filippindagi bir qism xodimlarga vaqtliq bearomlik tug'dirib, rolini joriy qildirishga to'salg'i bo'lganligini xabar qilgan. Xitoy davlat taratqullari o'z manfaatiga foydali soxta xabar tarqatib, Janubiy dengizdagi Sikarboro sho'l atrofidagi suvga besib kirgan Filippinning 3 baliqchi paraxodiga kontrol qilish tadbirlarini qo'llanganligini aytgan. Xitoy, Filippin, Vyetnam, Indoneziya, Malayziya va Bruney talab qilgan qismlarni o'z ichiga olgan yillik toshish savdosida 3 trillion dollardan oshadigan kema tijoratining qonuniy hisoblanadigan Janubiy Xitoy dengizining hammasiga tegidek ega bo'lishni talab qiladi ekan. Vatan haqida musallas. Abduri G'ulom Osmon yozma. Mehri illiq onadekdir bu azim tuproq manga. Qimmati mehri giyohdek har giyoh yaproq manga. Bir ömür farzim vatanda nazmlar yozmoq manga. Sende ko'z ochdim shunga xos sangala qimmat hayot. Raziman ming rat tug'ilsam sen uchun bo'lsam mamot. Dildagi armon sening sha'ningga shan quchmoq manga. Ana yurt bo'lsa aman bo'lmas chiroying musaman. Jon tasadduq ayligayman tishliqiga men hamon. Dilda sen bo'lg'ach oson tirnoqda qazmoq manga. Sen uchun ayni uzay, go'harni okeandan suzay. Zarra manfaating uchun mayli jahonni munkizay. İftixarim el uchun o'tqa o'zim atmoq manga. Qarzdur inson uchun har dam vatan deb yashamoq. Ne nomus yov oldida qul bo'p ko'zini yashlamoq. Seni deb qon kechmasam, loyiq shu chog' do'zax manga. Men agar o'lsam vatan chimdim to'ponga aylanib, kuch berarman maysalar chiqqisi jismimdan unib. Cho'ng baxit o'lgandimu bag'ring quchib yotmoq manga. Zulfiqar berdi sana ana vatan shundoq qasam. Tashlag'ay ajdodlarining izidan dadil qadam. Elni so'ymay yashagandan o'lgunim xo'proq manga. 1980 yanvar Atush. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.